Malayziya ateizmga zarba beradiganligini bildirdi. Bir kun to'rining 8 avgust kuni bergan xabaridan ma'lum bo'lishicha, Malayziya davlat ministri Shahidan Qasim ateizmning kishilik huquqiga yot va qarama-qarshi bir aqim ekanligini bildirgan. Asos qonunda ateizmga hech qanday yo'l berilmaydiganligi. Shunga ateizmchilar aniqlab chiqilib, qattiq nazorat qilinishi kerakligi haqida to'xtalgan. Hamda Malayziya xalqidan Malayziyadagi ateizmchilarni tepib chiqish uchun hukumatga yordamda bo'lishini talab qilgan. Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda 8 avgust kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochgan Shahidan Qasim ateizm tashkiloti va guruhlarni qattiq nazorat ostiga olish haqida xalqqa chaqiriq qilgan. Asos qonun ateizmga aslo yo'l qo'ymaydi. Ateizm bo'lsa asos qonunga va kishilik huquqqa zid bir yo'ldir deganlarni bildirgan va ateizmchilarga qattiq qo'lliq bilan nazorat qilinish kerakligi. Buning uchun xalqdan uni qo'llashni talab qildiganligini tilga olgan. Shahidan Qasim yana Malayziyada musulmonlarning xos dini o'qitish nuqtalarining bo'lmasligi sababidan ateizmchilarning ko'payayotganligi. Aslida xalqning ateizmchi bo'lishini xohlamaydiganligi. Bu masalaning faqat xos dini o'qitish nuqtalarining bo'lmaganligidan. Ateizm Cumhuriyeti degan ism bilan o'tirg'i chiqqan va ijtimoiy aloqada 1 milliondan ortiq agachkusi bor ekanligi. Yaqinqi mezgillarda Kuala Lumpurda cho'ng ko'lamda bir yig'ilish faoliyati o'tkazgan bo'lib, buningga aloqador rasmlarni tarqatgan edi. Natijada davlat ichida ateizmchilarni o'ldirish niyatida bo'lgan bir qism kishilar maydonga kelgan edi.